Assalomu alaykum. Berdiqulto'rayev, kardioxirurgman. Sizlarga yurak ishemik kasalligida aorta koronar shuntlash operatsiyasi haqida ma'lumotlarni yetkazmoqchiman. Ko'p eshitgansizlar, miokard infarkti, stent qo'yish, koronarografiya, oyoqdan tomir olib yurakka tikish haqidagi operatsiyalarni, jarayonlarni. O'rtoqlar, yurak ishemik kasalligidan, ya'ni bemorda yurganda charchash, hansirash, yurakda og'riq, ko'krak sohasida achishish, chap qo'lga, chap yelkaga, pastki jag'iga, bo'yinga, ba'zi hollarda qoringa og'riqni tarqalishi, naslda yurak kasali bor bo'lgan bemorlarni mavjudligi va tekshiruv natijalarida, masalan EKG, echoda yurakdagi o'zgarishlarning borligi namoyon bo'lsa, sizga birinchi navbatda koronarografiya degan tekshiruvni amalga oshirish kerak. Bu tekshiruv bizning yurtimizda bor, juda ham ko'p klinikalarda amalga oshiriladi. Dunyo bo'yicha oltin standart hisoblanadi. Rivojlangan davlatlarga borsangiz, birinchi navbatda ushbu tekshiruvni amalga oshiriladi. Agar yurakdagi tomirlarda torayishlar yoki yopilishlar aniqlansa, stent haqida o'ylab ko'riladi. O'rtoqlar, ko'pchilik savol berishadi, stent narxi qancha, stent qachon qo'yiladi, men stent qo'ydirmoqchiman yoki shifokorim menga stent qo'yish kerak deb aytdi deyishadi. Stent bu operatsiya, bu davolash. Stentni qo'yish kerak emasligini hech kim bilmaydi. Men ham bilmayman. Stentni faqat koronarografiya tekshiruvdan keyin aniq bo'ladi. Ba'zi vaqtlari o'sha EKGda, echoda ko'rinmasligi mumkin. Yurakdan ikkita katta tomir chiqadi va u shoxlanadi. Chap koronar yurak tomiri ikkita katta tomirga bo'linib, yana shoxlanib ketadi. Shuning uchun ba'zi hollarda 3 ta tomir deyiladi. Chunki mana bu tomirlarni yopilishiga, torayish joyiga nechta tomir toraygan, yopilgan yoki masalan bitta joyda torayish, yopilish bo'lishi mumkin, lekin u qaysi joyda yopilgan, buni stent qo'yishdan oldin inobatga olinadi. Yevropada, Amerikada, rivojlangan davlatlarda qanday qilinadi? Koronarografiya natijasini kardioxirurg, ya'ni yurakni ochiq operatsiya qiladigan shifokor, intervension kardiolog, ya'ni angiografiya, stentivna operatsiyalarni amalga oshiradigan shifokor birgalikda ko'rib, yakuniy xulosa ko'riladi. Agar bemorga stent qo'yish kerak bo'lsa, o'sha zahoti stent qo'yiladi. Agar bemorga ochiq operatsiya ko'proq manfaat keltirsa, foyda keltirsa, albatta ochiq operatsiya taklif qilinadi. Bemorlarni qo'rqitilmaydi. Sizlarni ko'krak qafasi yoriladi, tush suyagi yoriladi, azob yeysan, 2-3 oy qimirlamay yotasan. O'rtoqlar, bemorga nima ko'p manfaat, ko'p foyda keltirsa, umrini uzaytirsa, hayot sifati yaxshilansa, o'sha usul taklif qilinadi bemorga. Hech qachon mana bitta stent bilan yaxshi bo'lib ketasan, zo'r bo'lib ketasan degan gaplar gapirilmaydi. Va bemorlar ham ushbu ma'lumotlarni kerak bo'lsa kitoblardan, hozir endi hamma kitob internetda bor, sun'iy intellekt bor, hamma inson o'qib olishi mumkin. Bunga bir katta bir aql ham keragi yo'q aslida. Hamma narsa ma'lumot bor, statistikalar bor dunyo bo'yicha. Qaysi vaqtda stent qo'yilgan ma'qul, qaysi vaqtda ochiq operatsiya qilingan ma'qul, qaysi vaqtda umuman tegilmagan ma'qul. Va agar stent qo'yish kerak bo'lsa, stent qo'yiladi. Stent qancha ko'p qo'yilsa, bu shunchalik travma, yurak tomirlarini shikastlanishiga, bu yana o'sha tromb hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin va stentlarning yopilishiga olib kelishi mumkin. Agar stentlar soni ko'p qo'yilishi degan savol tug'ilsa, undan ko'ra ochiq operatsiya qilingani yaxshi.
Stentlar yopiladimi? Ochiq operatsiya qilinganda agar tomir tikilsa yopiladimi degan savol ko'p beriladi. Ha, yopiladi. Yopilishi mumkin. Nima uchun? O'rtoqlar, bizlar ya'ni ochiq operatsiya qilgan vaqtimiz oyoqdan tomir olib tikamizmi, ko'krakni ichidan tomir olib tikamizmi? Qo'pol qilib aytganda santexnikda ishini qilamiz yoki bir mana bu qo'shimcha ariqlar ochiladi, mana bu suvni bunaqa yuborish uchun yoki mana qo'shimcha turba ulanadi-ku santexnikada, shunaqa ishni qilamiz. Bizlar qonni tarkibiga aralasha olmaymiz. Unga ma'lum bir dori vositalari orqali sizlarga operatsiyadan keyin yozib beriladi, aytiladi qaysi dorilarni butun umr ichish haqida. Lekin bilib qo'ying, bu kasallik, ya'ni ateroskleroz, ya'ni qonni ichida xolesterinli blyashkalar, xolesterinli plakchalarni paydo bo'lishini sababi hali fanga noma'lum. Nisbiy farazlar va statistik qarashlar bor va nasl birinchi o'rinda turadi. Lekin aynan shu keltirib chiqaradi, shu insonda bo'ladi degan gap yo'q. Qani endi shunaqangi bir ilmda yangiliklar bo'lib, shuni sababi aniqlansa-yu, shuni dorisi aniqlansa-yu, shu operatsiyalar yo'qolsa. Lekin ming afsuski, hozirgi vaqtdagi tibbiyotni darajasida shu operatsiyalar bor va hamma insonda kasallik har xil kechadi. Ba'zilarda tomirlarni men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Ukrainada, Kiyev shahrida 20 yillik, 25 yillik tikilgan shuntlarni 100% ishlanayotgan. Ya'ni bemor boshqa bir klapan muammosi yoki boshqa muammo bilan kelganda, shuntografiya qilinganda o'sha tikilgan shuntlar ishlayapti 20 yildan ortiq vaqt davomida. Stentlar ham xuddi shunday. To'g'ri, endi stentlar tikilgan tomirlarga qaraganda kamroq xizmat qiladi, lekin baribir bu nafaqat bemorni sog'lom turmush tarzi, nafaqat ishlayotgan dorilari, balki kasallikni qanday kechishiga ham bog'liq. Shuning uchun operatsiyadan, stentlash amaliyotidan, ochiq operatsiyadan qo'rqish kerak emas. Sizni nimadan qo'rqish kerak? Sizni ichingizda xuddiki bir bomba borda, u yorilib ketishi mumkin. Ya'ni miokard infarktini olib, sizni yuragingizni ko'p travma olishi mumkin. Shuni oldini olish uchun shu operatsiyalar taklif qilinadi. Buni qabul qilish, bu taklifga rozi bo'lish, bu sizni ixtiyoringiz. Hech kim sizni majburlab operatsiya qilmaydi. Dunyo bo'yicha 1-2%, ba'zi vaqtlar 3-4% o'lim ko'rsatkichlari bor. 5-6% gacha asoratlar bo'lishi mumkin. Buni operatsiyadan oldin hamma bemorlarga aytamiz. Lekin qolgan bemorlar hayot sifati yaxshilanishini o'z ko'zlaringizda ham ko'rishlaringiz mumkin. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri menga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram, Instagram, YouTube, Facebook kanallarim bor. Berdiqul To'rayev, Kardaxi Bukman. Nomerim pastda ko'rsatilgan. Savollaringiz bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri menga murojaat qilib, o'z savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Salomat bo'ling.